Assalomu alaykum azizlar. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda axborot kutubxona markazi haqida joylangan videorolik haqida aholidan juda ko'plab savollar tushdi. Ya'ni kutubxonada kitobxonlar uchun qanday sharoitlar yaratilgan yoki bo'lmasam ichkarida o'qishimiz uchun, izlanib vaqt o'tkazishimiz uchun joylar yetarlimi? Kompyuterlar qay darajada sifatli yoki bo'lmasam bizning talablarimizga javob bera oladimi? Hozir qish, sovuq bo'lsa, sharoit bormi ichkarida degan savollar tug'ildi. Darhaqiqat shu savollarga javob berish maqsadida yana bir marta axborot kutubxona markazi faoliyati haqida sizlarga videorolik tayyorlashga niyat qildik. Marhamat. Kutubxona markazi tuman ma'naviyat maskanida joylashgan bo'lib, bu yerda faqat aholining kitobga bo'lgan ehtiyojini qondirish emas, balki ilmiy izlanishda yoki bilim olish niyatida bo'lgan barcha aholiga birdek xizmat qilib kelayotgan ma'naviyat maskaniga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu yerda to'rtta xizmat turi mavjud. Ya'ni axborot bibliografiya xizmati, fondlarni to'ldirish va saqlash xizmati, abonement va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmati hamda axborot, kommunikatsiya va texnologiyalar xizmati mavjud. Sizlarga eng asosiy bo'lim, aholiga juda ham qiziq bo'lgan bo'limni birinchi navbatda tanishtirib o'tamiz. Bu abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmati hisoblanadi. Mana azizlar, bu yerda mana shunday kitobsevar o'quvchi yoshlar, talabalar, xullas 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan kitob oshnolari bemalol kelib, bu yerda tinch sharoitlarda, mana issiq xonalarda hamma yorug' sharoitlar qilib qo'yilgan, bemalol foydalanishlari mumkin. Hozirgi kunda 9000 dan ortiq foydalanuvchi mana shu yerda kitoblar olib foydalanib keladi. Qay tartibda kitob olamiz yoki bo'lmasam bu yerga borib qanday murojaat qilamiz degan savollarga ham hozir birayura javob topib ketamiz. Agar siz xonaga a'zo bo'lgan bo'lsangiz, to'g'ri kelasiz. Sizni bu yerda o'zingizning formularingiz bor, ya'ni butun boshli yil davomida yoki mana shu xonaga kelganingizdan buyon o'qigan kitoblaringiz, bu yerda nimaiki ishlarni amalga oshirgan bo'lsangiz, buni butun boshli tarixi muhrlanib saqlanib qolgan bo'ladi. Uni siz oldingi olgan kitobingizni berib, yangisini olib ketishingiz mumkin. Haqli savol tug'iladi shu yerda. Ya'ni biz kutubxonaga birinchi marta borayotgan bo'lsak-chi degan. Birinchi marta kelgan kitobxon bu yerga keladi. Mana bu yerdagi xodimlarimiz, malakali xodimlarimizga yuzlanadi. Ulardan bepul, mutlaqo bepul tarzda o'zining ma'lumotlarini to'ldirgan holatda yangi kitobxon formularini to'ldiriladi. Kitobxon formularini to'ldirib, mana shu yerga ma'lumotlarni tushirgan holatda bu yerdagi istagan badiiy, ilmiy hamda siyosiy adabiyotlardan xohlaganini tanlab formulariga yozdirib olib ketish mumkin. Bu yerda bizda 37 dan ortiq fondimiz mavjud. Buni asosan bu xonada kitobxonlarni o'quv uchun sharoitlari hamda lotin tilidagi adabiyotlar joylashgan. Mana endi ichkariga yuzlanamiz. Ichkarida esa kiril alifbosidagi mana bu yerda bolalar adabiyoti joylashgan birinchisida. Qolganlarida esa kiril alifbosidagi adabiyotlar joylashgan. Bu yerdan ham bemalol kelib, o'zingiz tanlagan, yoqtirgan asarlaringizni olib mutolaada foydalanishingiz mumkin. Asosan yuqori yoshdagi kitobxonlarimiz kelishadi. Lotin alifbosida o'qiy olmaymiz, kiril alifbosida ham bormi degan savollar bo'lishi mumkin bo'lganligi uchun ma'lumot o'rnida aytib o'tilyapti. Mana shuncha adabiyotlar siz aziz kitobxonlar, kitobsevarlar uchun manzur. Marhamat kelib bemalol foydalanishingiz mumkin. Ana endi qolgan xizmatlarga xonamizga bemalol kelib kitobimizdan 10 kungacha foydalanishlari mumkin. Kim qaysi kitobdan foydalanmoqchi bo'lsa, o'sha maktabdan chiqib bemalol kelib o'qishlari mumkin. Uydagilaringga aytib qo'yasizlar, shunaqa ketyapman
yo bo'lmasam kesalari imtihon beraman ayinlaringga xavotir olmaylashish deb ta'minlab berib. Yana kimda savollar bor kitob bo'yicha? Bu yerda esa bosma nashrlar raqamli formatga o'tkaziladi. Elektron axborotlar bazasi shakllanib boradi. Bu yerda eng muhim va qulay jihati shuki, xonalar yorug', eng so'nggi rusumdagi kompyuterlar bilan ta'minlangan, bepul Wi-Fi tizimi o'rnatilgan. Bemalol kelib, bu yerda ham 7 yoshdan boshlab 70 yoshgacha bo'lgan barcha axborot texnologiyalariga qiziquvchilar yoki kitobxonlar kelib, bu yerda nafaqat axborot texnologiyalari bilan, balkim elektron kitoblar bilan ham ishlashlari, o'rganishlari, bilimlarini yanada takomillashtirishi mumkin bo'ladi. Ayni damda ham mana shu jarayonlar bo'layotganligiga guvohsiz. Hamma kompyuterlar endi noto'g'ri foydalanib qo'ymaslik uchun elektron holatda bosh serverdan boshqarib nazoratga olingan. Bu yerda mana mutaxassisimiz, malakali mutaxassisimiz barcha ma'lumotlarni kerakli shaklda o'quvchilarga, yoshlarga yetkazib berib turadilar. O'rinda qanday savol bo'lishi mumkin? Bu yerdagi kitoblar bazasi qanday shakllanadi degan. Bu yerdagi kitoblar kitobxonlar tomonidan berilgan so'rovlar, so'ralgan kitoblar va o'sha asosida yangi kitoblar olib kelinishi orqali yanada boyitib boriladi. Endi esa axborot texnologiya xizmatiga tashrif buyuramiz. Marhamat. Bu yerda hududimiz, o'lkamiz tarixiga oid jamiki ma'lumotlarni aniq hamda ishonchli manbalar asosida olishi mumkin fuqarolarimiz. Ya'ni o'lkashunoslikka oid ma'lumotlar bu yerda jamlanadi. Ko'rishimiz mumkin, Cho'li zamin fidoyilari rukni ostida mana tayyorlangan qo'llanmalar va materiallarni bu yerdan tanishimiz mumkin. Bu bo'lim asosan gazeta, jurnallar, mana shu hududimizda tashkil etilgan mana kitoblar haqida asosan. Bu yerda mana tumanimiz faxriylari bilan tanishishingiz mumkin. Bularni bevosita qilgan ishlari, amalga oshirgan ishlari hamda o'zlari haqidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Ulardan avvalroq bo'lgan mana Cho'li zamin fidoyilarini esa mana bu joydan ma'lumotlarni bevosita olishimiz mumkin. Ularning rasmlari hamda ma'lumotlarni elektron tarzda QR kodlari orqali ham joylashtirib olingan. Mana shu ishlarni mana shu ikkala malakali mutaxassisimiz amalga oshirib borishadi. Bu esa axborot kutubxona fondlarini to'ldirish, saqlash va ularga ishlov berish xizmati. Bu yerda yangi kelgan adabiyotlar to'g'ri mana shu xizmatga kelib tushadi va bu yerdan raqamlashtirib narigi abonement va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmatiga yo'naltiriladi. Bu xizmat axborot kutubxona markazining yuragi bo'lib hisoblanadi. Chunki har bitta fondda joylashgan adabiyotlar va ularni kelib tushganligi, ularning qay darajada mana eskirganligi yokida fonddan chiqarilganligi hamma ma'lumotlar mana shu joydagi bazada mana sistemali kataloglarda saqlanib boriladi. Bizda faqat kitoblar emas, balkim gazetalar ham baza sifatida yilma-yil shakllantirib boriladi. Bemalol sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni mana shu yerga kelib foydalanishingiz mumkin. Mana azizlar, ushbu maskan faoliyati haqida yanada batafsilroq, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qildik. Sizlar uchun eng quvonarlisi, ta'kidlab o'taman, eng quvonarli xizmati bu yerdagi barcha shart-sharoitlar, barcha yaratilgan imkoniyatlar faqat va faqat mana shu tuman aholisi uchun bo'lib hisoblanadi va u mutlaqo keling, o'qing, vaqtingiz va nafsingizni tejashda mana biz sizga ko'makchi bo'lamiz.